Assalomu alaykum. Bitta savolimiz bor. Mayli. Agar sizga Xitoy davlatida 100% grant ajratilsa, bu grant ya'ni kontrakt puli, yotoqxonasi va undan tashqari $300 har oyda stipendiya beriladigan dastur bo'lsa, shu dastur orqali Xitoy davlatiga o'qishga ketgan bo'larmidingiz? Albatta, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermash kerak. Sizlardan iltimos, talab shu yo'nalishda harakat qilinglar bemalol. Hozirda qaysi yo'nalishda o'qiyapsiz? Bakalavrmi yoki magistraturami? Hozirda men bakalavr yo'nalishida o'qiyman. Soham axborot tizimlari. Bu sohada ham Xitoy davlatida universitetlar mavjud. Sizni agar xohlasangiz, bepul konsultatsiyamizga taklif qilamiz. Ofisimiz mana shu ikkinchi etajda joylashgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni farzandlaringiz bormi? Bor, albatta. Qarang, agar Xitoy davlatida grant dasturlari bo'lsa, siz Xitoy davlatiga farzandingizni o'qishga jo'natgan bo'larmidingiz? Xitoy davlatiga xavfsiz bo'lsa, moddiy taraflama qoniqtirsa, albatta jo'natgan bo'lardim. Bo'ldi. Bizning ofisimiz shu yerda joylashgan. Bemalol bepul konsultatsiya xizmatidan foydalansangiz bo'ladi. Ofisimizga tashrif buyuring. Rahmat, salomat bo'ling.